Assalomu alaykum do'stlar. Hammalaring yaxshimisizlar? O'zbekiston xalqi. Tom, naves, so'rtok konteyner profillaridan yasab o'rnatib beramiz. Juda ham chiroyli holatda. Arka qilinyapti hozir mana. Konteyner profillaridan tom, naves yasatmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasiz. Zakotovkalarini uyda tayyorlab olib borib o'rnatib beramiz. Zakotovkalarni shuna qilib o'zimizning joylarda tayyorlab olib borib o'rnatamiz. Arka tayyor firma ko'rganlaringdek nihoyatda baquvvat. Bozor profillaridan ancha arzon bo'ladi. Zakotovkalar tayyor bo'lyapti, xudo xolisa ertaga chiqib ketadi. Ko'rib turganlaringdek chiroyli holatda zakotovkalari bitgan. Bozor profillaridan ancha baquvvat. Stenalari ham baquvvat. Konteyner profilidan tom, naves imoratlarni qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol cho'chimasdan qilavering. Sababiki birinchidan bozor profillaridan arzon tushadi. Stenalarni ham ko'ryapsiz. Stenalari ham baquvvat bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 1 kvadrat metri 150 ming so'mdan boshlanadi. 400 ming so'mgacha naves, tom, molxona, katta sexlar tomlarini yasab o'rnatib beramiz. Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab. O'zbekiston sharoitida juda ham ko'p, O'zbekiston, Qirg'iziston, hozir Qirg'izistonda ham juda ko'p ishlar bo'lyapti. Konteyner profiliga o'tilib ketildi, sababiki sinovlardan o'tdi bu. 10-15 yil davomida konteyner profilidan katta tom, naveslarda shu materialdan qilinyapti. Xudo xolasa sinovlardan o'tdi. Qorlarni ham ko'rdi, shamollarni ham ko'rdi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Butun respublika bo'ylab xizmatlarini qilib beramiz. Dastavkalari ichida joylaringizni o'lchagandan keyin o'zimizning joylarda zakotovkalarni tayyor holatda qilib olib borib o'rnatib beramiz. Ustakalarimiz o'z ishining mutaxassislari. Ko'rib turganlaringdek arka hozir 12 metrlik mana arka tayyorlandi. Mashinalarga, parkovkaga naves qilinyapti. 12 metr bez ustun parkovkaga 12 metr 20 metrga to'g'ri bez ustun konteyner profillaridan shunga o'xshash tom naveslarni yopib o'rnatib beramiz. Yigitlarimiz shuna qilib zakotovkalarni tayyor holatda qilinadi. Endi zakotovkalarga sharoit bo'lsa, ustalarga, yotog'iga, abetiga, xullas ovqatlariga sharoit bo'lsa, o'sha joylarini yasab o'rnatiladi. Agar sharoit yo'q bo'lsa, ustalarga, yotoqqa, abetlilarga sharoitim yo'q, zakotovkani o'zlaringni qilib olib kelib o'rnatib beringlar desangiz, zakotovkalarni shuna holatda tayyor holatda qilib olib borib o'rnatamiz. Firma juda ham baquvvat. Mana shu joydan o'rnaydi. 12 metr. Mashinalar uchun parkovkaga arka 12 metrga bez ustun tushadi. Bemalol mashinalar ichida aylanib chiqib ketadi. Juda ham baquvvat temir, konteyner temiri. Narxlarini aytib o'tdim, yana bir qator qaytarib o'taman. Narxlari 150 ming so'mdan kvadrati boshlanadi, 400 ming so'mgacha. Hozirgi shu holatdagi
naves parkovkalarga yasalyapti. 220 ming so'mdan shu holat qilinyapti. Barcha materiallar o'sha hisobga kiradi. Faqat pul to'laysiz, boshqa narsa so'ralmaydi. Elektrod, bolgarka tosh, xizmati, materiali hammasi o'sha kelishilgan pulni ichiga kiradi. Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab. Tom naveslardan tashqari teplitsa, issiqxonalar qilinadi, so'rtoklar. Pastki nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa xizmatlaringni bilamiz. Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab. Salomat bo'linglar.